Aka zo'r ekan-a. Lekin tabloni 37 ming turibdi. Probek. 60 ming yurgan aka. 60 ming. Ha, 37 Tablo ming qo'ygan, aytgan bu tablo. biz olganimizda shunaqa edi. O'zi 60 ming yurgan mashina. Va 204. Texpasport nechi? 19-yil aka. Texpasport ham. Texpasport ham 19. 204lar o'zi 19lar kam bilasiz. Kam. Balonski. Narxini yaxshi qilib qo'yamizmi? Mayli, qo'yib yuboraylik. Voy. Ichini qarang, ichi ham zo'r turibdi ekan. Ha, mashina akkuratligi uchun ham shu uchun shunaqa probek qilib qo'ygan ekan. 37 ming. Mashina zo'r ekan-da. Endi aka to'g'risini aytib beryapmiz-da biz. Yomon emas, chuqurlar qo'yilgan. O'zi bu rangiga oshiqlar ko'p aka. Gazi yo'qmi? Zapaskasi qo'yilmagan ekan. Zapaskasi tushmagan aka. Yo'q, tushmagan aka. Zapaskasi. Nima qilamiz? Eshigida kraska dedingiz-a? Ha, ikkita eshikda kraskasi bor aka. Mana shu ikkalasida. Ha, ikkita eshikda kraska bor. Almashmagan detal o'ziniki. Kecham bo'ldi. Soat nechi bo'ldi aka? Primer telefoningizga qarang. Soat ham 2:30 dan o'tdi. 2:30 gacha ertalab chiqqanim aka. Xalq uchun, obunachilarim uchun arzon mashinalarni qidiryapman. O'z ko'zingiz bilan ko'rdingiz, nechta mashina qo'ymadim aka, odamlar aytayapti. Qimmatini qo'ymayman-da. Qancha so'rayapsiz aka? 19. 19. Qancha qilib qo'yamiz? Aka buni bo'ladigan qilib qo'yaylik, men bozor ko'ryapsiz ahvolni. Aha. 18200 qilib qo'ying. Qarang, 18 dan tushirib qo'yaylik aka. Ovozi yaxshi chiqsin. 18 dan tushirib qo'yaylik. Jon aka, ketsin, sotilsin. Savdo qilmaslar bo'lmasa, savdosi yo'q deb qo'yamiz. Aha. 17950 bo'lishi. 17 ming hatto karistadan chiqsa o'sha 50 gini uchirib berasiz, bo'ladimi? Mana nomer telefoningizni ayting. 97lik 613 11 11. 11. Mana sizlarga 17950 dollarga Malibu 224 atmosferli Motor, motor. hadavoy ham narsasi zo'r aka. Zo'r. Yaxshi. Zo'r narx bo'ldi bo'lsangizlar. Chunki yili ham 2019 ekan. Rangi ham boshqacha erkak kishiga yarasha hisoblanadi.